Ana diyarımız O'zbekistonda bugün 4-iyun 2025-yil. Biz hozir Farangiz dükkanının doğrusundagi ko'chadamiz. Bu yana kelsangiz Jillixonaning zaboruna chiqadi. Imbedan birinchi ko'chadan chap aylansangiz to'g'ri, ya'ni ko'zida ham balla bor. Mashina teg'izab tasatadan. Shundan dükkandan chiqadi. Xullas, Daniya Turxonaning yo'luna chiqadi. Endi uyning oldini kengligini qarang. Buni ko'rib siz ham 400 kvadratdan ziyodda bo'ladi desang, mana shunda bo'ladi. Lekin uy 200 kvadrat metr. Qarang, haddi şuradan boshlanadi. Şuradan. Bir garaj uchun haddini qoldirib ketilgan. Endi nimada kichkina zelenicha zonachasi bor. Gul-pul, daraxt-paraxt ekmak yeyza. Tarnovlari, tragitlari urilgan, yiqilib tushish ehtimoli bo'lgan. Bunda ko'cha uchun suv. Avrish o'tga tamom bo'lganda haddi tamom bo'ladi. Ko'chaga 1, 2, 3 oyna, eshik, 4 vaj ko'chaga qarab turibdi. Endi girasiz. Bismillah. Girgandan dalon. Patolog balandligi 350 patologning balandligi. Endi uyga girdingiz, girganda umanik qo'yilgan. To'pda o'zi suvni qizdirib beradi bu. Girasiz, girgandagi dalon eni 4 metr, uzunasi 7 metr. Zakoni tushgan. Bu yerda erkeklar uchun zal razmeri 520 ga, uzunasi 550. Bu yerda g'oli, ustar, mebel, perda hammasi qoladi. Bu devorlar shpaklovka urilgan bir oboya qarab turibdi. Qo'yni qilib beraverasiz o'zingiz. Endi bu yerda esa spanni bor. Eshiklana deydi. Spanni bor. Spannida spanni garniturlar yetadi. Lekin g'oli qoladi. Spannining razmeri 5 metra 550. Почти zaldan bor. Katta olingan. Bu yerga yetadi, ikkita ekan bu yerdan biroq. Yes. Endi bu yerda detskiy xona. Detskiy xona bor bu yerda. Endi razmeri 410 350. Bidam shu qoladan bu narsa. Bu yerda bunda bani, tualet, sanuzel joylashgan. Zo'r razmerda olingan. Bu bir 2 3 bordi. Hammasi bor. Ariston. Qo'yilgan ishlab turibdi. Ariston 80likmi bu, 60likmi bu? Siz bilsangiz yozib keting kommentariyadan chalaylikni. Keyin bu yerdan ko'chaga chiqasiz. Bu uyning orqasi Zekashga qarab turibdi, lekin orqa tarafdan Zekash ko'milib kelayotir. G'oli zavod tarafdan, bu ham tarafdan ham ko'milib kelayotir. Orqa tarafda steyshka bo'lgan. Zekashning ustidan bu uyni haddina giradi ekan. Egasini aytishi bo'yicha. Bular uyni Zekashga borgan yerini shipper bilan o'rab qo'ydilar. Bir ko'rsatib bersanglar. Uyga girganingizning o'ng tarafda kuxni bor. Kuxnining razmeri 4 metr 5 cm, bu yana 3 metr 45 cm. Endi kuxnidan bu yana o'tsangiz, ayollar uchun alohida zal. Biri oboy qilinmagan, bu ham lekin shpaklovkadan chiqib turibdi. Buning razmeri ham 6 ga 4 bo'lishi kerak. Kattagina olingan. Xullas, egasining nomerini qoldiramiz, telefon urib baholarni gaplashib, savdolashib olsangiz bo'ladi. Egasi narxini 690 million pul deb turibdi. Nima deysiz? Bahosini arziydimi? Endi siz o'zingiz fikringizni kommentariyada bemalol qoldiravering. Chiroyli, akkuratni qilib lekin. Chunki bizning blogda har kim o'z fikrini mustaqil ravishda chiroyli qilib bildirish huquqiga ega. Like bosib qo'ying. Jigar